Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Barchangizni kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. 4-chi va 6-chi sinf o'quvchilarining Assalom yangi yil tadbiriga xush kelibsiz. Assalom yangi yil, yangi rejalar, yangi o'y rejali kunduz kechalar, yangilik yaratgan qo'llar bor bo'ling, yaxshilik chorlagan yillar bor bo'ling. Kirib keldi qish fasli, bo'ron sovuq qor bilan tabriklaymiz sizlarni do'stlar yangi yil bilan. Endigi navbatni 4-chi sinf o'quvchilarining yangi yil haqidagi she'rlariga. Marhamat. Yil rizq nasibla berding, 365 kun bizlarga hamroh bo'lding. Mana bugun xayr-xo'sh qilajakmiz sen bilan. Yangi yilda o'qiylik faqat 4-5 bilan. Yana kulib keldi yangi yil, qordek oppoq orzular bisyor, esgulikka yo'g'ilgan qalblar davra qurib aytaylik yor. Xush kelibsan elimizga yangi yil, ziyo sochgin yo'limizga yangi yil, safar keltir tinchlik omonlik, quvonch keltir elimizga yangi yil. Bu gal seni uzoqroq tutdim, yo'llaringga mushtoq ko'z tutdim, ba'zan shodlikni ham unutdim, quvonch olib kelgin yangi yil. Kunlaring ham charog'on bo'lsin, har bir kuning farovon bo'lsin, barcha kunlar sho'x-shodon bo'lsin, quvonch olib kelgin yangi yil. Sizga
gunohga tushdi. Men ularni jazolashim kerak. Buvijon, axir bayram arafasidamiz. Bolalarni kechira qoling, iltimos. Chunki bizning maktabda sizni yaxshi tomonga o'zgargan deb gapirishyapti. Men yaxshi tomonga o'zgarganimni so'zlayaptimi? Shunday oson savolni javobini topolmadingiz. Axir sharning o'rtasida A harfi bor-ku. To'g'ri javob. Sizlarni kechira qolamiz. Aziz o'quvchilar, negadir qorboq Hamma yoqqa sochib ob-havo bor, yer yuzini etgan beog'i bor, erishmagan orzularim bor, quvonch olib kelgin yangi yil. Yangi yilda yangi orzular, unut bo'lar barcha qayg'ular, hamra bo'lar bizni kulgular, tabriklayman yangi yil bilan. Tark etmasin bizni bu shodlik, mahbub qolsin bebaho tinchlik, giron bo'lsin qorayozlik, tabriklayman yangi yil bilan. Gençler, barcha islar, qo'shiq kuylab shirin kulgular, yangi yilga yangi sovg'alar, tabriklayman yangi yil bilan. Eski yilda qolsin eskilab, olam ahli yayrasin fursat, kutilmagan o'shanga mo'lin, quvonch olib kelgan yangi yil. Yana sizga shirin so'z bilan, she'rlar bitay yorug' yuz bilan, bugun yana biz sizlar bilan tabriklaymiz yangi yil bilan. Assalomu alaykum bolajonlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ko'p yurtlar kezib keldim. Tog'u bog'lardan oshib keldim. Archalar aralab yurib, archani hoq tanladim. Eng chiroylisini sizga deb yo'lladim. Men ham sizlar bilan bayramni nishonlash uchun mehribon bobojonim bilan birga keldim. Qani mazza qilib bayramni davom ettirsak.
Bundan tashqari musiqa fani o'qituvchisi Shakira akamga, raqs ustozligi Yayrapaga alohida rahmat. Mana shu tadbirni